Ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mening shifokorim loyihasini tomosha qilib, o'zining tibbiy salohiyatini oshirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz va salomatligiga oid ma'lumotlarni olib, bizni duo qilib, rahmat aytib, layklar bosib, kommentlarda iliq fikrlarni berib turgan aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun bugun studiyamizga vrach-nevrolog Xudoyorov Oybek akani taklif etganmiz. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizni studiyaga kelishingiz kardiologik va nevrologik muammolar olib kelmay qilib? Yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi, hamma joyida. Demak, bizda 10 dan ortiq yurtdoshlarimizga kelgan savollar bor. Bu savollarni beraman. Har bir savolga qisqacha uzog'i bilan 1-1,5 daqiqa javob bersak, qolgan savollarga ham vaqt yetishi uchun. Demak, tayyor bo'lsangiz biz boshlayveramiz. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Ko'p bosh og'rig'i nevrologik kasallik alomati bo'lishi mumkinmi? Ko'p bosh og'rig'i. Deyarli bosh og'rig'i bilan bemorlar murojaat qilganda birinchi bo'lib nevropatologga murojaat qilishadi bemorlar. Bosh og'rig'lar ikki xil bo'ladi. Birlamchi va ikkilamchi bosh og'rig'lar. Birlamchi bosh og'rig'i bu haqiqiy nevrologik kasallik hisobiga, ya'ni boshdagi bu birlamchi bosh og'rig'lar bu migren bor, hamma xalq orasida ko'p tarqalgan zo'riqishdagi bosh og'rig'i va klaster bosh og'rig'i degan bosh og'rig'lar bor. Ikkilamchi bosh og'rig'i bu qo'shimcha somatik kasalliklar hisobiga bizning nerv tizimimizda bo'ladigan o'zgarishlar sababli bo'ladigan bosh og'riqlar hisoblanadi. Masalan, qon kamligida bo'ladigan bosh og'riq, qon bosimi oshish hisobiga bo'ladigan bosh og'riq yoki oshqozon ichida faoliyatini yaxshi ishlamasligidan miyaga yetarli oziq yetib bormay bo'ladigan bosh og'riqlar va boshqa shunga o'xshash holatlar hisobiga bo'lgan bosh og'riqlar ikkilamchi bosh og'riq hisoblanadi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Uyqu yetishmasligi ham miyaga qanaqadir ta'siri bormi? Albatta, bu sog'lom odam kun davomida bir sutka davomida 6 soatdan 8 soatgacha normal uyqu, me'yordagi uyqu bo'lishi kerak. Sababi bizning nerv hujayralarimiz o'zini qayta tiklab olish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Uzunliksiz miyaga nagruzka berib ishlatish nerv hujayralaridagi to'g'rilab bo'lmas o'zgarishlarga olib keladi. Bu o'z navbatida ma'lum vaqtdan keyin o'z asoratini ko'rsatadi. Bemorda doimiy bosh og'riq, kayfiyatda bo'lmasligi va eng yomoni bizda xotira buzilishlari paydo bo'ladi. Doimiy stress yoki xavotir olishlar shu nevrologik kasalliklardan keltirib chiqarishi mumkinmi? Doimiy stresslar, hop, yaxshi savol bu. Doimiy stresslar albatta nerv tizimimizni izdan chiqarishga sabab bo'ladi. Hop, bizda vegetativ nerv tizimimiz bor. Nerv tizimida bir bo'limi bor. Bu avtomatik ishlaydigan organlar faoliyatini boshqaradi. Bizda tashqi va ichki ta'sirlarga organizmning holatini baholab beradigan tizim hisoblanadi bu. Doimiy stressga tushgan holatlarda shu tizimimiz funksiyasi buzilib qoladi. Shuni hisobga bemorda vegetativ nerv tizimi qaysi organga yetib borgan bo'lsa, o'sha organning faoliyatida o'zida organik emas, funksional o'zgarishlar kelib chiqadi. Ya'ni yurak qon tomir, oshqozon ichak tizimi yoki boshqa tizimlarda o'zgarishlar kelib chiqib, shu doimiy stressdagi odamlarda shikoyatlar ko'payib ketadi. Yuragim bezovta bo'lyapti yoki qon bosimi oshyapti, oshqozon ichida muammolar bo'lyapti. Shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. O'tkir bosh aylanishi nimani belgisi bo'lishi mumkin? O'tkir bosh aylanish ikkita holatda bizda kuchli bosh aylanish bo'ladi. Bittasi nevrologik holat kasallik hisobiga, ikkinchisi bo'lsa bu lob organlarning zararlanish hisobiga bo'ladigan bosh og'riqlar. Nevrologik holatlar ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi bu miyacha deymiz, biz ma'lumotga javob bergan miyacha zararlanishi, ikkinchisi bo'lsa ichki quloqda joylashgan vestibulyar apparat zararlanishi hisobiga bo'ladigan bosh aylanishlar. Vestibulyar apparat zararlanishiga ko'p uchraydi, hozir paytda juda ko'p uchrab qoldi. Bunga sabab gipodinamiya, ya'ni vestibulyar apparatga keladigan qon aylanish sekinligi. Shuni hisobiga ko'pincha bosh aylanish kuzatilyapti. Mening shifokorim loyihasi. Loyiha
Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Miyamizni faoliyatini zo'r qilish uchun qanaqa odatlarni tavsiya qilasiz? Miya faoliyatini zo'r qilish uchun, xo'p. Birinchi o'rinda bu ishni to'g'ri taqsimlash kerak. Uyqu rejimi paytida uxlash kerak, uyg'oqlik rejimi paytida uyg'oq holatda bo'lish kerak. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Keyin miya faoliyatini yaxshilashiga eng yaxshi narsa bu kitob o'qish. Muntazam ravishda kitob o'qish kerak. Shunda miya o'z faoliyatini yaxshi namoyon qiladi, xotira pastlash, miya qarish jarayoni sekinlashadi. Keyin miyaga kerakli bo'ladigan ozuqani ko'proq berish kerak. Vitaminlar, miya uchun mo'ljallangan vitamin guruhlari bor. Miyani 70% suyuqlikdan iboratda ko'proq suyuqlik berish kerak miyaga. Organizm ko'proq suyuqlik ichsa, miya faoliyati yaxshilanadi. Natriy guruh dorilari deymiz, miya uchun yetarli ozuqalar. Agar sog'lom ovqatlanish imkoni bo'lsa, iloji boricha shu dori-darmon bilan yordam berib olish kerak miyaga. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Nima uchun ba'zi odamlar tez unutuvchan bo'ladi? Misol, hattoki ismingizni ham esidan chiqarib qo'yaveradi. Bu ham nevrologik kasallik. Bu ham nevrologik kasallik albatta. Xo'p, bizda xotira pastlash ikki xil holatga men shartli ajrataman. Ikki xil holatda yosh kattalarda xotira pastlash bor, yosh toifa aholilarda xotira pastlashi bor. Bu ikkalasining xotira pastlash jarayoni ikki xil. Yosh kattalarda asosiy xotira pastlashi sabab nerv hujayralari nobud bo'lishi va undagi informatsiya o'chib ketish hisobiga bo'ladigan xotira pastlash hisoblanadi. Yoshlarda bo'lsa, xayolni bir joyda bo'lmasligi, diqqat e'tiborni bir joyda bo'lmasligi hisobiga bo'ladigan boshqa xotira pastlashlar kuzatiladi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Epilepsiya qanday paydo bo'ladi? Uni davolasa bo'ladimi, yo'qmi? Bu juda qiziq savol, ayniqsa bu epilepsiyasi bolalar uchun qiziq. Epilepsiya kasalliklari o'zi 3 ga bo'linadi: simptomatik, essensial va kirib kelgan epilepsiyalar. Bularda davolash mexanizmi ham 3 xil. Epilepsiya tuzaladimi degan savolga, bu simptomatik epilepsiya umr davomida dori ichib yurish kerak. Chunki bularda boshdagi qaysidir kasallik hisobiga paydo bo'lgan epilepsiya hisoblanadi. Ya'ni boshdagi kista, o'simta yoki operatsiyadan keyin chandiqlar, gematomalar hisobiga bo'lgan epilepsiyalar doimiy ravishda muntazam dori ichib yurishadi. Endi essensial va kirib kelgan epilepsiya bularni davolasa bo'ladi. Qachon? Kerakli dorini kerakli dozada, kerakli vaqt oralig'ida berganda. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qarilikda Altsgeymer va Parkinson kasalliklarining oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qarilikda bu ikkala kasallik ham ko'pincha miyadagi surunkali qon aylanishining buzilishi hisobiga bo'ladigan kasalliklar. O'zidan savolga javoban shundan kelib chiqyapti. Bemorlarimiz iloji boricha miyada qon aylanish tizimiga zarar beradigan muammolarni bartaraf qilish kerak. Bunisi birinchisi, navbatda bu qon bosimi baland bo'lsa, uni pastlatishga harakat qilib, regular qon bosimini ushlab turish kerak. Keyin qon tomirlari ichiga aterosklerotik bilyashkalar o'tirib qoladi. Shularni oldini olish uchun uni beriladigan dorilar bor yoki bo'lganda ularni masalan bilyashkalar kattalashib ketgan bo'lsa, ularni stentlash yo'li bilan bartaraf qilish kerak. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Siz o'zingizga ham nevrolog kerak shekilli tinmay telefon qildi. Yo. Samimiy suhbat uchun tashakkur. Kelgusi dasturlarimizda ham yana mehmon bo'lasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan.